Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilarimiz, o'rganuvchilarimiz, tomoshabinlar. Kitobimizdan 19-bobga kelib to'xtagandik. Bu bobimiz mavzusi question words, ya'ni so'roq savollar deb nomlangan. Ba'zi kitoblarda ba'zan question special question words, ya'ni maxsus so'roq so'zlari. Ba'zi kitoblarda special question pronouns, maxsus so'roq olmoshlari deb keladi. Xo'p, endi uni qaysi birini aytishligingiz o'zingizga ixtiyoriy. U xohlasangiz mahsulot olmoshlari, xohlasangiz mahsulot so'zlari deng. Xullas kalom, demak bular maxsus so'roq gaplarini yasashlik uchun ishlatiladi. Va bu so'zlar o'sha qayerda, qayerga, nima uchun, nega, kim, nima o'shanaqangi savollardan tashkil topgan bo'ladi. Va bular gaplarni boshida, birinchi qismida, birinchi so'z bo'lib keladi. O'rtasida yoki oxirida kelmaydi odatda. Ya'ni gap tartibi bo'yicha o'sha maxsus so'roq gapni yasashlik uchun birinchisida keladi. Xo'p, bular albatta yodlanishi kerak. Yodlanishi kerak. Yodlanmasa bo'lmaydi. Chunki bu ingliz tilini asos sifatida quriladigan mavzulardan, so'zlardan hisoblanadi. Har qanday tilda aynan shu nega, nima uchun, kim, kimlar va hokazo degan so'zlar har qanday tilda o'rganayotganingizda yodlanadigan so'zlar hisoblanadi. Chunki muhim. Xo'p, misollarda o'qisak, where can you find an elephant? Filni qayerdan topishingiz mumkin? Filni qayerdan topsangiz bo'ladi deyapti. Demak, where ni ma'nosi where, qayerda, qayerga degan ma'noda ishlatiladi ko'proq. Xo'p, keyingisi why did the cat put the letter M in the fridge? Nega mushuk M harfini nimaga xolodilnikka qo'ydi deyapti. Xolodilnikka soldi desa ham bo'ladi. Endi why ning ma'nosi nega, nima uchun, nimaga, nima sababdan deb tarjima qilinadi. Keyingisi how do elephants talk to each other? Demak, elephantlar, ya'ni fillar bir-biri bilan qanday qilib gaplashadi, qanday qilib suhbatlashadi deyapti. Demak, how ning ma'nosi bu qanday, qanday qilib degan ma'noda tarjima qilinadi. Number 4, keyingisi what time is it? Is it when an elephant sits on the fence? Fence degani bu to'siq degani. Bu xoh yog'ochdan, taxtadan bo'lgan bo'lsin, xoh temirdan bo'lgan bo'lsin, odatda o'sha to'siqqa fence deyiladi. Xullas, demak, fil to'siqqa o'tirgan paytda soat necha bo'lgani deyapti. Demak, what time degan soat nechi, soat nechida, soat nechiga degan ma'noda tarjima qilinadi. Keyingisi who degani bu kim, kimlar, kimni, kimlarni, kimlarga yoki kimga deb tarjima qilinadi. Endi gapga qarab, kontekstga qarab. Who is the bee's favorite singer? Demak, asalarilarning, mana bu asalarilarning sevimli, yaxshi ko'rgan qo'shiqchisi kim deyapti. Xo'p, keyingisi 6. How many bees do you need in a bee choir? Ya'ni o'sha asalarilarni xor jamoasida yoki jo'r jamoasida nechta asalari sizga kerak bo'ladi deyapti. Ya'ni o'sha bitta o'sha asalarilarning xor jamoasida sizga nechta asalari kerak bo'ladi deyapti. Demak, how many ning ma'nosi oldin yuqoridagi mavzularda ham keldi. Eslarda bo'lsa, bu nechta degani. Nechta. Va undan keyin odatda sanaladigan ot keladi. Nechta degandan keyin. Xo'p, keyingisi number 7. What? What degani nima, nimani, nimalar, nimalarni va ba'zan qanday degan savol turini ham, javobni ham beradi ma'nosini. What is a dog's favorite food? Ya'ni itning sevimli taomi, itning sevimli ovqati nima deyapti. When does a dog go moo deyapti. Ya'ni qachon it muulaydi demoqchida. Qachon it moo deb aytadi demoqchi. Demak, when ning ma'nosi bu qachon degani. Qachonki deb ham aytiladi ba'zan. Hop, bu yerda mana qora bilan bergan ikkita so'zni ham nima qilamiz? Because o'zi bu ga aloqasi yo'q. Aloqasi yo'q degani maxsus so'roq savoliga yoki so'zga kirmaydi bu. Endi bu yerda javoblar tariqasida bergan, qora bilan yozib qo'yibdi. Yangi so'zlar bo'lgani uchun because degani chunki, ba'zan ligi uchun, ligi sababidan degan ma'noda ham beradi. Misol uchun because it turns ice into mice. Chunki u muzni sichqonga aylantirganligi uchun deyapti. Chunki u o'sha nimani muzni sichqonga aylantiradi desa ham bo'ladi. Anything that is on your plate. Ya'ni o'sha siz tarelkangizda bor bo'lgan любой narsa, istalgan narsa degani. By elephant deb qo'yibdi, telefon emas, by elephant. Telefon bilan elephantni birlashtirib aytyapti. By ni ma'nosi bu yerda tomonidan.
By tomonidan. Byni o'z ma'nolari ko'p. Xo'p, you don't have to find them. Ularni topishingiz shart bo'lmaydi. Ularni topishib yurishingizga hojati yo'q. They are too big to lose deyapti. Ularni yo'qotib qo'yishlik uchun o'ta kattalik qiladi. Xo'p. Misol uchun mana bu yerda chap tarafda savollar berildi-ku, endi o'ng tarafda o'shalarga javob topishlik kerak bo'ladi. Misol uchun birinchi savolga javob mana bu ekan, D ekan. Aytyapti-ku, fe'lni qayerdan topsak bo'ladi desa, aytyapti-ku, siz ularni topib yurishingiz shart emas deyapti. Chunki ularni yo'qotib qo'yishligi uchun ular o'ta kattalik qiladi deyapti. Chunki birov fe'lni qidirib yurmaydi-ku odatda, to'g'rimi? Chunki o'ta katta, hamma ko'radi. O'sha sababdan ularni qidirib yurish shart emas. Zotan ular yo'qotishligi uchun o'ta kattalik qiladi deyapti. Hop. When it is learning a new language, ya'ni yangi til o'rganayotganda, sting degani o'zi nish degani, sting degan qo'shimcha bo'lsa kerak. O'sha sababdan bu o'shanga tushadi. Ya'ni nimalarda aslarlarda yaxshi ko'rgan qo'shimchasi kim desa sting. Sting degani o'zi nish degani, nish. Bilasizlar, sanchi degan nimasi, a'zosi. 100 deyapti. Hop, 100 bilan 100 qo'shilgan nimasi shekilli. Hop. Time to fix the fence, ya'ni o'sha fence'ni, ya'ni to'siqni to'g'irlashlik vaqti bo'ldi deyapti. Yoki to'siqni to'g'irlashlik vaqti bo'lganda. Mana bu fe'l qachon o'sha fence'ga, ya'ni to'siqqa o'tirgan paytda vaqtini so'radi-ku, o'shanga javob bo'lsa kerak bu. Xo'p. Demak, adashmasam mavzu shundan iborat. Xo'sh. Ya'ni qo'shimcha bo'lsa tushuntiramiz. Yo'q, mavzuyimiz shundan iborat ekan, qisqagina inshaalloh. Tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Inshaalloh kelgusi darsimiz hop 20-unitda ko'rishguncha deb qolaman. Sog' va salomat bo'linglar.